Yomg'irlar yog'ib, havolar toza. Bu toza havoda Javohir tayyorlagan taomlar ketadi-yu. Bu bolani tayyorlagan taomlari shunchaki san'at asari. Fast fooddan tortib milliy taomlargacha birdan 10 gacha baho bersangiz bo'ladi. Yeb bo'lib oxirida beixtiyor 10 baho berib chiqib ketasiz. Shu o'rinda eslatib o'tamiz, ko'p qalampir yeyish va ko'p ovqat yeyish inson tanasi uchun ziyon bo'lishi mumkin. Oddiy bir haqiqat borki, 4 ta og'ayningiz bilan o'tirib yeydigan taomingizni puliga bir shapaloq go'sht oling va uyga kiring. Ana shu go'shtga taom tayyorlang, judayam tansiq taom tayyor bo'ladi. Va o'sha pulni ortganiga, ya'ni bonusiga Abdulla Qahhorning Anor hikoyasini yoki-da Og'ay Murodning Momoyer qo'shig'inimi, xullas shunaqa kitoblardan sotib olib, miyangizga dam bersangiz bo'ladi. Sizga bergan ikkinchi variantim ham ancha foydali, lekin tepada allaganim yo'q. Javohir tayyorlagan taomlarga gap yo'q. Yevropadan telefon olasiz agar qilyapti. Va u zo'r e'lon berdi. Ramazonning oxirigacha agar 10 mingta bo'ladigan bo'lsa, 50 kilo oshdan bilan shunday xalq bilan birga tanovul qilamiz. Hammalarni mehmonga chaqiraman. Bemalol kelib shu joylarda o'tirib yeb ketishimiz mumkin. Oilaviy fast food Instagram profiliga obuna bo'ling va Ramazon oyidan keyin osh yegani boring.